Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka ukalar, Parvoz aka ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Parvozlar chempionlar katta bo'lyaptimi? Katta bo'laversin, zo'r bo'lsin, jalla bo'lsin, kamida chempion bo'lsin, birgalikda aka ukalar. Telegram guruhimizdan kecha bahs bo'pti. Shu inkubatordan chiqqan jo'ja yaxshimi yoki bo'lmasa kurt parranda qo'ygan yaxshimi, inkubatorga qo'ysak bo'ladimi? Biri aytgan inkubator ham bo'ladi, biri aytgan kurtga keladigani yo'q. Xullas va hokazo bahs bo'lgan. Aka ukalar, men o'zimni bilganimcha 40 yillik tajribamni ishga solgan holda hozir eksperiment qilib tushuntirishga harakat qilaman. Marhamat, tomosha qilamiz. Endi aka ukalar, tasavvurimizni ishlatamiz. Mana bu ikkita bankani, ikkita tovuq parranda deb tasavvur qilamiz. Mana raqamlab qo'yganmiz. Birinchi parrandamiz, ikkinchi parrandamiz. Mana bu tug'gan tuxumlari. Endi biz agar parrandani qanday oziqlantirsak, masalan, mana bu birinchi parrandamizni misol uchun juda ham yaxshi oziqlantirganmiz. Vitaminlari mana hozir nimani solib qo'yamiz. Mana vitamin, makro, mikro elementlari berilgan. Mana bu parrandamizni hamma narsasi yetarli. Birinchi parrandamizni. Mana bu judayam yaxshi qaralgan makro mikro elementlari, vitaminlari, hamma narsasi, sharoitlari judayam zo'r bo'lib, katta bo'lgan, hamma narsalar yetarli. Vitaminlari ham joyida, vitaminlarni ham yeb turibdi, hamma narsasi yeb turibdi. Xullas kalom judayam zo'r. Endi ikkinchi parrandamiz. İkinci parrandamiz bu judayam silobiy. Parrandada modda yetishmovchiligi bor, vitamin tanqisligi bor, yoshligidan kasallangan, antibiotiklar olgan bo'lishi mumkin. Xullas va hokazo bu ikkinchi parrandamizda yetarli kamiz. Xullas parrandaning o'zida ham ishtahasi ham yo'q. Xullas modda yetishmovchiligi ham bor, yoshligidan kasallanib, har xil kasalliklar, har xil dorilar, har xil antibiotiklar olib katta bo'lgan parranda. Mana bu birinchi parrandamiz yoshligida ham kasallanmagan, hamma narsasi yetarli. Parrandaning ko'rinishlari ham chiroyli, yaltirab, juda ham chiroyli bo'lib yuribdi. Endi bu ikkalasiga ham kuchliroq oziqa berib birdaniga boqsangiz, bu tug'adi albatta. O'zini tug'ish yoshiga yetganda mana birinchi raqamli parrandamiz tug'di. İkinci raqamli parrandamiz ham tug'di. Endi mana shu parrandadagi bor makro mikro elementlar, moddalar, hamma narsa mana shu tuxumga 100% o'tadi. Mana shu parrandadagi bor vitaminlar, makro mikro elementlar, yeb turgan yaxshi sog'lom narsalar mana shu tuxumga o'tadi ichiga. Ya'ni bu tuxumni ichida jo'jamizni, masalan, mana shuni ichida rivojlanadigan 21 kun davomida inkubator bo'ladimi, kurt parranda bo'ladimi, tagida rivojlanib, oziqlanishi uchun 21 kunlik ozuqasi mana shu tuxumning ichiga o'tadi parrandada. Endi bu parrandamiz modda yetishmovchiligi bo'yicha turgan parrandamizni ham bu tuxumga shu o'tadi. 21 kunlik ozuqasi sifatsiz, modda yetishmovchiliklar ichidagi ozuqa o'ta darajada quvvatli emas,
Slaviy bo'lib, bunga ham bu tuxumga ham o'tadi. Endi bu yerda yuqorida Telegram guruhimizda bahs bo'lgan, inkubatorga qo'ysa yaxshi jo'ja chiqadimi, chempion jo'ja chiqadimi, kürk parrandani tagiga qo'ysa yaxshi jo'ja chiqadimi deganga savolga javobni endi men uzoqdan keltirib tushuntirib turibman. Endi bu yaxshi birinchi raqamdagi parrandamiz tug'di. Buning ichida yaxshi sifatli ozuqa bor. Bu vitaminga boy, makro mikro elementlarga boy ozuqalarda 21 kun davomida inkubatsiya bo'ladimi? Kürk parranda ostida bo'ladimi? Mana shu ichidagi embrion bo'ladi boshida, rivojlanib to jo'ja bo'lgunga qadar mana shu tuxumni ichidagi ozuqadan oziqlanadi jo'ja. Endi bu sifatli, mana shu sifatli ozuqadan oziqlangan 21 kun davomida sifatli ozuqadan oziqlangan parrandadan bu chiqadigan jo'ja birinchidan ochib chiqish foizi juda ham yuqori bo'ladi. Ikkinchidan parranda jo'ja chiqqan paytidan уже immuniteti kuchli bo'lib, har xil kasalliklarga chidamli, quvvatli bo'lib chiqadi. Bu yashovchanligi ham juda ham yuqori bo'ladi. Endi ikkinchi parrandamiz, tug'gan parrandamiz bu moddiy yetishmovchiligi bilan tug'ildi. Ichida buni ozuqa sifatsiz ozuqa bilan tug'ildi. Bundan yegan ochib chiqqan jo'ja o'ta darajada slabiy, ochib chiqish, tuxum ochish, jo'ja ochish foizi ham juda ham kam. Agar ochib chiqqanda ham juda ham slabiy jo'jalar, immunitet past, har qanday bir shabada bo'lsa ham shamollab, kasallanib qoladigan, shalvirab qoladigan jo'jalar foizi juda ham ko'p chiqadi. Endi savol tug'iladi. Bu yerda buni inkubatorga qo'ysa yaxshi jo'ja chiqadimi? Kürk parrandaga qo'ysa yaxshi jo'ja chiqadimi degan yuqorida savol turibdi. Bu yerda hech qanday kürk parranda bo'ladimi, inkubator bo'ladimi farqi yo'q. Chempion jo'ja chiqishi uchun mana bu tuxum eng avvalo onasi yaxshi oziqlangan, yaxshi vitaminga boy mahsulotlardan, makro mikro elementlardan oziqlanib yurgan bo'lish kerak. Nima deganda bu tuxumga o'tadi. Keyin endi chempion jo'jalar chiqish nimasi? Masalan, mana shu tuxumlardan mana agar keyinchalik bu sizni boqishingiz ham qaraydi. Mana shu jo'jalardan aynan 99% hollarda chempion xo'rozlar chiqadi. Mana ulardan masalan chiqishi mumkin 5%, 10% hollarda chiqishi mumkin. Nimaga? Sababi bu o'ta darajada immunitet past bo'ladi. Bu narsa уже salgina shabadaga ham shamollab, kasallanib, keyinchalik antibiotik qilishingizga to'g'ri keladi. Bu narsa o'zi immuniteti yuqori bo'lib chiqadi, kasalliklarga chidamli bo'ladi. Endi ancha-muncha kasalliklarni pisanda qilmaydi. Endi bu yerda inkubatorga qo'ysa yaxshi jo'ja chiqadimi? Kürk parrandaga qo'ysa chiqadimi yaxshi jo'ja degan savol tug'iladi. Bu yerda mana shu inkubatorga ham, kürk parrandaga ham bog'liq emas. Bu yerda mana shu narsaga bog'liq. Parrandani boqishingiz, yaxshi oziqlantirishingiz, bu inkubatordan chiqadimi, kürk parrandani ostidan chiqadimi? Bu baribir zo'ri mana shu zo'r bo'laveradi. Endi inkubator ham bu yaxshi inkubator bo'lish kerak, hamma narsasi joyida bo'lish kerak. Birinchidan namligi, issiqligi, hamma narsasi joyida bo'lish kerak. Ana keyinchalik mana shu tuxumlardan kelajakda juda ham sog'lom jo'jalar, chempion jo'jalar chiqadi. Albatta endi chempion deganda o'zini qonida ham bo'lish kerak. Hamma xo'rozdan ham chempion chiqadi degan gap emas. Endi tushungan odam tushundi. Chempion xo'rozdan albatta chempionlar chiqadi. Aka-ukalar, ana shu uchun bu yerda hech qanday inkubator bo'ladimi, kürk parranda bo'ladimi?
Bu farkı yok. Hemen ise sizi azıqlantırışınız gelecekte bu cöce çıkkandan keyin bu cöceni gelecekte hem azıqlantırışınıza, bakışınıza bağlı. Aka-ukalar. Mesela bu cöce endi sağlam çıktı, endi boldu deyen gap emas. Bunun yine dalşı alıp ketish kerak. Qaq polojindan dalşı yaxshi baqish kerak. Hamma narsasini yetarli qilib, ana shundaygina bo'ladi. Endi bu narsa bu slabi chiqqan jo'jalar ham olib ketadi keyinchalik. Lekin bu darajada bo'lmaydi. Bu yaxshi bo'ladi baribir. Her taraflama. Ana shu uchun endi ko'p aka-ukalarimizdan savol tug'iladi. Bu inkubatorni da ochirgan yaxshimi? Külparandan tagida ochirgan yaxshimi? Eng asosiy yaxshi jo'ja olish uchun mana shu narsalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak aka-ukalar.